Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz do'stlar, xush geldingiz kanalimga. Bugun sirkani mag'orlaganmi? O'sha so'rovlar ko'p bo'lyapti-da, so'roqlar. Mag'orladimi, nima bu deb. Mag'ormi yoki bo'lmasam sirka matkasimi? Nima bu sirkani ust tarafida hosil bo'lgan narsalar, o'shalar haqida ozgina bahs etamiz va sirkani zararlari haqida ham so'raganlar bor. O'shalardan bahs etamiz do'stlar. Qaranglar, bu sizlar bilan birga tayyorlagan sirkamiz. Sizlar bilan tayyorladik buni. Buni videolari bor. Qaranglar, mana chiroyli bo'lib o'zi matka hosil bo'lgan va u qo'zg'alib ketgani uchun turgan joyida qavat-qavat bo'lib qoldi-da, bitta qavat, ikkita qavat shunaqa bo'lib qoldi. Ust tarafida yana inja plyonkaga o'xshagan shaffof, chiroyli silliqqina yana matka hosil qilishga boshladi bu. Va ustda hech qanaqa mag'or degan narsalar yo'q, ko'rdingizmi? Mana bu sariq sirkada esa ustida bir narsalar bor, lekin silliq emas, shaffof emas. Krem rangida, sut rangida bir narsa bor. Bu nima? Uni ham ko'rib chiqamiz hozir. Bu sirkani qaranglar, matkani farqini-da, bu yonidagi bilan matkani farqi. Silliqqina, chiroyligina, qo'l bilan ushlab ko'rganda qo'l usti sirka ochilib qolmaydi, bir-biriga yopishqoq bo'ladi, bir-biriga yopishgan bo'ladi, qattiq bo'ladi. Sirka matkasi. Qaranglar. Va o'zi cho'kkandan keyin, ust tarafidagi cho'kkandan keyin men suzishga boshladim. Hamma cho'kishi bilan emas-da, yana ustiga anaqa qilyapti-da, matka hosil qilyapti. Qaranglar, chiroyliligini. Endi buni yopib qo'yamiz hamon ustini, ustiga pashshalar tushib qolmasin deb. Bizning ishimiz mana bu shishadagini bahs yuritamiz. Shishadagi nima, ust qavatdagi. Qaranglar, qo'l bilan ushlab qarab ko'rganda ochilib ketyapti, sirka ko'rinib qolyapti. Lekin rang degan narsa yo'q. Sut rangida, krem rangida bir narsa. Buni nima deydi? Buni kef deydi bu yerda. Mag'or emas. Buni olib tashlash kerak. Mag'or qora, yashil, moviy yoki bo'lmasa kulrang, shunaqa o'zi ko'rsangiz bir chiroyli bo'lmaydi-da, o'sha narsa ko'rgingiz kelmaydi. O'sha narsa bo'lsa zararli, uni to'kib yuborish kerak. U sirka yaroqsiz hisoblanadi. So'rayotganlar borda, sirkani mag'orlagan olib tashlab ishlatversa bo'ladimi deb. Yo'q, kesinlikle ishlatishga bo'lmaydi, uni tashlab yuborish kerak. Bu sirkada yo'q edi, mana bunda bu birida bo'ldi. Nima uchun bo'ldi? Bu kef ba'zi narsalar o'xshamay qoladi-da, mevalarni changlaridan, o'sha proses fermentatsiya jarayonida bo'lib qoladi o'sha. Buni olib tashlaymiz suzib. Metalik narsada olinadi-da, alyuminium falon bo'lmaydi, zanglamaydigan chelikda olinadi, kepkirda. Bu 5-10 minutga sizga sirkangizga zarar bermaydi. Olib tashlashinglar bo'ladi. Mana bunaqa taxtada qiynalib o'tirmasdan shu bilan olib tashlaymiz va materialda ba'zilar salfetkada suradi. Salfetkani ham ximikat ishlamlari bo'lgani uchun oqartirish falon filan. Biz materialda olib tashlagan yana ham guvanli, ishonchliroq materialingiz yuvilgan, dazmollangan materialda tozalab olib tashlaymiz. Ust taraf shu keflari, o'rinlari, qoldiqlarini olib tashlaymiz va yana qaytadan materialni yopib, qisib rezinkada olib qo'yamiz kenarga. Yana shunaqa kef bo'ladigan bo'lsa, yana 2 marta, 3 marta olib tashlasangiz, sekin o'zi yana matka hosil qilib qoladi, chiroyli bo'lib. Va uni cho'kkandan keyin, keskin bir hidi bo'lgandan keyin suzib shishaga olib qo'yamiz. Shishaga olib qo'yganda do'stlar, albatta mana bunaqa katta shishada bo'ladigan bo'lsa, matka ham katta bo'ladi, sizga sirka qo'ymaydi. Bu matkalar bor-ku, hammasini ichib qo'yadi. O'shaning uchun men kichkina shishalarga, og'zi kichkina bo'lgan shishaga qo'yib olib qo'yaman. Va metalik qopqoqlar yaxshi emas. Ko'p turadigan bo'lsa yana sirka bilan tamosga kirib,
sirkangizga zarar berishi mumkin, zanglari falon chiqib. O'shaning uchun plastik qopqoqlar yoki maxsus qopqoqlar bor-ku, o'shalar bilan yopib olib qo'ysangiz bo'ladi. Salqin joyda turish kerak. Turgan sayi keskinlashaveradi. Turgan sayi sirka keskin sirka bo'ladi. Ana endi do'stlar, qaranglar, mana chiroyli sirka. Mashaalloh, la havla va la quvvata illa billahil aliyyil azim. Bittasi qirmizi rangda, bittasi sariq rangda. Do'lanamiz qirmizi bo'lgani uchun qirmizi rangda, bittasi sariq rangda. Ranglari o'sha sirkaga o'zini rangini beradi, ya'ni o'sha mevani rangini xafifdan oladi degan edim. O'sha mevani rangini olib mana chiroyli bo'lib olgan. Endi buni suzamiz. Sirkalar hali do'lanalar yaxshi erimagani uchun katta suzgichda suzib olib qo'yaveraman men. Keyingi yana fermentatsiyaga beraman bularni. Toza hali o'zini vitamini ajratib olmadi. Yana sirka tayyorlanadi bundan. Yana shakar solib, yana o'zi o'sha proses takrorlanadi. Buni qaytadan olib qo'yaman. Shakarini berib, yana bundan men sirka olaman, xudo xohlasa. Asal solaman. Yana ham shifobaxsh xususiyatini orttirish maqsadida xohlaganlar asal solmaslik mumkin. So'rayotganlar bor. Asal solmasam bo'laveradimi deb. Bo'laveradi. O'zingizni xohishingiz. Yana ham shifobaxsh xususiyatini orttiraman desangiz, solib qo'ysangiz bo'ladi. Va mana bunaqa shishada kichkina, og'zi kichkina bo'lgan shishaga qo'yib, kenarga olib qo'yaman. Bilib oldingiz kef bilan mog'orni farqini. Qora, yashil, moviy, kulrang, shunaqa ranglarda bo'ladigan bo'lsa, mog'orlagan bo'ladi. Uni albatta tashlab yuboring do'stlar. Kelamiz sirkani zararlariga. Endi sirkani zararlari haqida do'stlar juda ham ko'p tarixda hekimlar bor-ku. Hipokrat deymiz, tibning otasi deydi. Butun ilmlar aslida payg'ambarlarga berilgan. Hipokrat deyiladimi o'tda bilmayman. Hipokrat deb o'rganib qo'yganmiz-da. Sirka haqida, sirkani foydalari haqida juda ham asarlarda chiroyli yozganda, hazmni osonlashtiradi, oshqozonni rohatlatadi, og'ir ovqatdan keyin yeyilganda hazm osonlashtiradi, vujudni muvozanatini qo'riydi, toksinlarni otishiga yordam beradi, ichak mikroflorasini yaxshilaydi, hokazo. Yozgan. Galenus degan Roma zamonida, Galen deyilgan Roma zamonidagi Yunon hekimlaridan asosan mizoj haqida yozadi-da. Sirkani mizoji sovutuvchi hisoblanadi. Yering kamaytiruvchi, hazm osonlashtiradi, toksin otadi, bu ham foydalarini sanab o'tgan. Lekin sovutuvchi bo'lgani uchun albatta mizojga ko'ra ichiladi. Sovuq mizojli kishilar sirkani isituvchilar bilan birga ichadi. O'sha siz aytayotgan sirkangabin, sirkanjubinlar bor-ku, yorumlarda yozayotganlar. Bu har hakim o'zini shevasiga ko'ra, kimdir sirkangabin, kimdir sirkanjabin, o'shanaqa yozilgan bu. Bu sirka, asal, suv va o'sha shifobaxsh o'simlik solinadi. Nima bo'lsa ham anaqadir, nima deydi, yalpizdir yoki bo'lmasam boshqa gul, nima bo'lsa ham o'shalar bilan birga qilinadigan shifobaxsh ichimlik hisoblanadi. Podshoh saroylarida ham keng ishlatilgan bu narsalar. Endi Galenus aytadiki, antiseptikdir deydi, vujudni muvozanatini qo'llab-quvvatlaydi, qon, safro, balg'om, qora safro bularni muvozanatini ushlab turadigan, muvozanatda saqlab turishga katta rol o'ynaydigan narsalardan biri sirkadir deb yozadi. Oziq-ovqat xususiyatlari asarida keltiriladi bu. Kelamiz Ibn Sino. Al-Qonun fi tibb asarida yozadi. Sirkani foydalarini sanab o'tadi. Energiya beradi, hazmni qo'llab-quvvatlaydi, antiseptikdir, sirkani sindirimni osonlashtiradi. Mizoj haqida ham yozgan, bu sirkani mizojga ta'siri. Al-Rozi, Iron
hekimlaridan, o'rta asr tibbiyotida katta hissalari bo'lgan tibbiyotga bu ham sirkani foydali xususiyati. Umuman tarixda man hech ko'rmadim bunaqa bir kasalliklarni so'rabdi-da, shunaqa kasalliklar keltirib chiqarar ekan deb. Endi bir joydan eshitgandir. Lekin zararlari haqida faqat bu tarixda nima deb yozgan bilasizlar? Mizojga ko'ra ichiladi. Mizoji sovuq bo'lganlar sovutuvchi o'simlik emas, isituvchi o'simliklar bilan ichiladi. Masalan, yalpiz issiq, darajasi issiq bo'lgani uchun qo'shadigan bo'lsa sirkaga yalpizni sokini yalpiz bilan tayyorlansa isituvchi bo'ladi. Buni ko'rsatib beraman biiznillah sizlarga. Sovutuvchi agar sovuq mizojli o'simliklar bilan qiladigan bo'lsa, yana ham sovutuvchi hisoblanadi bu sirka. Biz asal sovamiz ichayotganda zaten asal solingandan keyin yana bu isituvchi, ya'ni muvozanatli, mo'tadil holga keladi-da. O'sha mo'tadil holga keltiramiz. Kelamiz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sirka haqida aytganlar. Imom Buxoriy, Imom Muslimda keltiriladi. Non bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam non bilan yeydigan narsa so'raganlarida, ichadigan narsa, bizda sirkadan boshqa ichadigan narsa yo'q deb uy egalari sirka olib keladi. Va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sirka ne go'zal qatiqdir deganlar. Bu Imom Buxoriyda, Imom Muslimda keltiriladi do'stlar. O'shaning uchun sirkani men juda ham yaxshi ko'raman, o'zim, bilasizlar. Faqat oshqozonida problemasi bo'lganlar, bemorlar albatta doktoriga murojaat qilish kerak. Oshqozoni hasos bo'lganlarda dori ichadiganlar, bemorlar xullas doktori bilan maslahatlashadi. Asosan sirkani zararlaridan bittasi hasos me'daga, oshqozonga diqqat qilish kerak va bemorlar albatta doktori bilan maslahatlashish kerak. Va mizojga ko'ra ichiladi. Sovuq mizojli kishilar isituvchi bilan, issiq mizojli kishilar asalla sirka mo'tadil hisoblanadi. Mizoji mo'tadil. Keyingi videolarda bahs etamiz. Allohning izni bilan bu sirka mizoj haqida. Kimning mizoji qanaqa, o'shalarni o'rganishni xohlasanglar kommentariya yozib qoldiring. Ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling. Shifo bo'lsin, Allohga omonat bo'ling.